Assalomu alaykum. Xabarlar.uz kanali o'z ishini boshladi. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bugun dasturimizda Tezkor xabar: Navoiyda quruvchilar ish tashlashdi. Meni tuzukroq joyga o'tkazishsin. Mirza Azizovning o'limi arafasida shifoxonadan yozgan maktubi e'lon qilindi. Prezident hokimlarga murojaat qildi. Ichki ishlar xodimi kiyimida makulatura terib yurgan erkak va ayol ushlandi. Andijon va Moskva o'rtasida muntazam aviareyslar yo'lga qo'yiladi. Endi esa batafsil. Navoiyda quruvchilar ish tashlashdi. Kanalimizga tushgan video murojaatga ko'ra, Navoiy viloyati Xatirchi tumanida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli 67 ko'prik qurilish tresti unitar korxonasi ishchilari ish tashlagan. Yunusobod metro qurilish liniyasida vafot etganlar fojiasidagidek qiyinchiliklarga qaramasdan strategik jihatga ega obyektlarni vaqtida topshirib kelmoqdamiz. Kechasi yomg'ir, shamol, qor bo'ronlarda sovuqda qiynalib, metro, ko'prik va boshqa ko'plab inshootlarni quryapmiz. Lekin mana bir yildan beri oylik ish haqimizni vaqtida ololmayapmiz, deya ta'kidlagan murojaatchi. Qayd etishicha, korxonada 20 mingga yaqin ishchi ishlaydi. Murojaatga ko'ra, ular bir yildan beri oylik maoshlarini vaqtida olishmaydi. Prezident hokimlarga murojaat qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ayni vaqtda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish bo'yicha selektor yig'ilishini o'tkazmoqda. Davlat rahbari yig'ilish davomida viloyat va tuman hokimlariga murojaat qildi. Hokimlar: shunday tahlikali og'ir vaqtda iqtisodiyotni barqaror ushlash qiyin ekanini tushunyapsizmi? Nima uchun davlat bergan pulni to'g'ri sarflamayapsiz? Hududlarga ajratilayotgan kredit va byudjet mablag'larini maqsadsiz ishlatish, talon-toroj qilish va korrupsiya holatlari uchrayapti. Yo'ldoshev, Bobojonov, Burxonov Bosh prokuratura departamenti, Dilshod Rahimov ajratilgan mablag'larning har bir so'mini samarali va maqsadli ishlatilishi ustidan doimiy va ta'sirchan nazorat o'rnatsin. Andisha qilish davri tugadi. Hamma birdek, qonun ustuvor, jazo muqarrar, deya ta'kidladi Shavkat Mirziyoyev. Meni tuzukroq joyga o'tkazishsin. Mirza Azizovning o'limi arafasida shifoxonadan yozgan maktubi e'lon qilindi. Koronavirus tufayli hayotdan bevaqt ko'z yumgan atoqli san'atkor Mirza Azizov o'limidan bir necha kun oldin Zangiotadagi shifoxonada sharoitidan qoniqmay, O'zbekiston kinematografiya agentligi bosh direktorining birinchi o'rinbosari, adabiyotshunos olim Shuhrat Rizayevga ko'mak so'rab maktub yo'llagani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Rizayevning Hurriyat gazetasida 21 aprel kuni chop etilgan maqolasida so'z boradi. 3 aprel kuni tushdan keyin qo'l telefonimga qayta qo'ng'iroq bo'ldi. Xabar yuborildi. Ochsam Mirzaxondan xabar. Assalomu alaykum Shuhrat akajon, menga ko'p yordam bergansiz. Yana bir yordam qiling. 18 kundan beri koronavirusga chalinib Zangiotada yotibman. 8 kishilik xonada achavatdaman go'yo. Shovqin, baqir-chaqir ichidaman, ketib qoladiganga o'xshayman. Biron rahbarlarimizga ayting, meni sharoiti tuzukroq joyga o'tkazib berishsin. Ayolimni chaqirishsin, menga Tojbar o'zi qaramasa boshqa birov qarolmaydi, deya imdod so'rab yo'llagan maktubni keltiradi muallif. Rizayev shundan keyin O'zbekiston prezidentining sohaga mas'ul maslahatchisiga qo'ng'iroq qilgan. Davlat rahbari maslahatchisining aralashuvidan so'ng Mirza Azizov yaxshi sharoitli alohida xonaga olingan. Ammo o'sha kunlar san'atkorning ahvoli yana og'irlashgan. Qand kasali sabab vaziyat nihoyatda xatarli tus olgan. Tojbar telefon qiladi, yig'lab turib: aka, Mirza akamni olib qolaylik, ahvollari juda og'ir. Vrachlar ham umidli gap aytishmayapti. Qandlari 27 ga ko'tarilibdi, o'pka nafas olishi 66 ga tushib ketibdi. Shundayam meni apparatga solishmasin, bo'g'ilib ketyapman shundoq ham, deb turibdilar. Soat tungi 10lardan oshgan. Kimga dod deb boraman shu paytda. Oxiri qo'l telefon raqamini topib, yana bir katta rahbarlarimizdan biriga qo'ng'iroq qildim. U nomini aytishim bilanoq xabarim bor. Har soatda bizga axborot berilyapti. Biz Samarqanddamiz. Sog'liqni saqlash vaziri o'sha kasallardan bevosita xabardor bo'lish uchun Toshkentga qaytib ketdilar.
Prezidentimiz shaxsan o'zlari nazoratga olganlar, barcha choralar ko'rilyapti, ammo kasalning ahvoli o'ta og'ir dedi. Tojibarga qo'ng'iroq qildim, aytdim bo'lgan gaplarni. U ovozli xabar yozib, shu gaplarni Mirzakamga eshittiraylik, dalda bo'ladi dedi. Mirzaxonning salomatligi shaxsan oliy rahbarning nazoratida ekanini aytib, ovozli xabar yubordim. Ertan borib shifokorlari bilan uchrashishni rejalashtirdim. Biroq afsus, ming afsuski, ertasi 16 aprel kuni o'lim mujdasi keldi. Qayd etilishicha, Mirza Azizov Qashqadaryo safariga borib kelib koronavirus dardiga duchor bo'lgan. Hamsafarlarning aytishicha, Qashqadaryoda dalayu dashtni kezib, hatto bog'chalargacha borib uchrashuvlar o'tkazilibdi. Mirzaxon o'zi Toshkentdan ketishda biroz xastalanib turgan ekan. Safarda xuruji zo'rayib, poyezdda kelguncha harorat olovida yongan. Kelgach, bu gazanda virusni ayoli-yu bolalarga ham yuqtirib, butun oila ichi bilan Zangiotadagi kasalxonaga tushgan, deya tafsilotlar bilan o'rtoqlashadi muallif. Maqolada san'at va madaniyat sohasi vakillarini ijtimoiy himoya qilish tizimi quyi bo'g'inda qoniqarsiz holatda ekaniga ham e'tibor qaratilgan. Ichki ishlar xodimi kiyimida makulatura terib yurgan erkak va ayol ushlandi. Joriy yilning 20-aprel kuni soat 15:30 da 102 raqamiga fuqaro S.A. qo'ng'iroq qilib, ichki ishlar organlari xodimlarining formasini kiyib olgan erkak va ayol makulatura to'plab yurgani haqida xabar bergan. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabariga ko'ra, Yakkasaroy tumani ichki ishlar organligi xodimlari zudlik bilan voqea joyiga yetib borib, 45 yoshli U.X. va muqaddam talonchilik va o'g'irlik uchun 2 marta sudlangan 36 yoshli N.S. ayolni qo'lga olgan. Xodimlarga qarshilik ko'rsatmoqchi bo'lgan mazkur shaxslar haqiqatan ham ichki ishlar organlarining xizmat kiyimini kiyib olgani ma'lum bo'lgan. Huquqbuzarlar Yakkasaroy tumani ichki ishlar organligi 2-son ichki ishlar bo'limiga olib kelib tekshirilganda, ularning yonida 2 pichoq borligi aniqlangan. Yakkasaroy tuman sudi U.X. va N.S.ni qayd etilgan huquqbuzarliklarni sodir etishda aybdor deb topib, ularning har biriga 10 sutka ma'muriy qamoq jazosini belgiladi. Andijon va Moskva o'rtasida muntazam aviareyslar yo'lga qo'yiladi. Rossiyaning Royal Flight aviakompaniyasi O'zbekistonga muntazam aviaqatnovlarni amalga oshirish uchun ruxsatnoma oldi. Bu haqda O'zbekiston Transport vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi hukumatlari o'rtasidagi havo qatnovi to'g'risidagi bitim asosida O'z aviatsiya agentligi tomonidan Rossiya Federatsiyasining Royal Flight aviakompaniyasiga 21 aprel kuni O'zbekiston Respublikasiga Moskva-Andijon-Moskva yo'nalishida muntazam parvozlarni amalga oshirish uchun ekspluatatsion ruxsatnoma berilgan. Ma'lumot uchun, aviakompaniya parvozlarni Boeing 757-200 havo kemasida amalga oshiradi.